Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Voyinkomat. Ya'ni harbiy hisob organlari ayrim holatlarda odamning uyiga to'g'ridan-to'g'ri kelishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar, harbiy xizmatda bo'lganlar, zaxirada turganlar, o'g'li yoki nabirasi chaqiruv yoshiga yaqinlashgan oilalar bu ma'lumotni albatta bilishi kerak. Chunki birgina noto'g'ri javob, birgina imzosiz qoldirgan hujjat yoki men bilmasdim degan gap keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Men bu videoda vayma tarqatmoqchi emasman. Aksincha siz vaziyatni qonuniy, xotirjam va to'g'ri tushunib olishingiz uchun gapiryapman. Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki men faqat keladi yoki kelmaydi deb aytib qo'ymayman. Balki kimga kelishi mumkin, qachon kelishi mumkin, pensionerlar nimaga tayyor turishi kerak, qanday hujjatlar kerak bo'ladi, nima deyish mumkin, nimani aytmaslik kerak. Hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Oldin ko'pchilik odamlar voyinkomat bilan aloqani faqat chaqiruv qog'ozi kelganda, o'g'il bola 15 yoshga yaqinlashganda yoki harbiy bilet kerak bo'lganda eslardi. Masalan, mahalla orqali xabar berilardi, telefon qilishardi. Ba'zida chaqiruv qog'ozi uyga olib kelinardi. Odamlar ham odatda voyinkomatga o'zim boraman, kerak bo'lsa chaqirishadi deb o'ylardi. Ayrim pensionerlar esa men allaqachon yoshim o'tgan, menga aloqasi yo'q deb hisoblashardi. Hozir esa vaziyatga boshqacha qarash kerak. Davlat organlarida ma'lumotlarni aniqlashtirish, harbiy hisobni tartibga solish, yashash manzili, oilaviy holat, sog'lig'i, zaxiradagi maqomi, harbiy bilet, ro'yxatdan o'tish va boshqa ma'lumotlar bo'yicha tekshiruvlar kuchayishi mumkin. Bu degani har doim ham odamni xizmatga olib ketishadi degani emas. Ko'p hollarda maqsad ma'lumotni yangilash, hujjatni tekshirish, xabarnoma topshirish yoki ro'yxatni aniqlash bo'ladi. Lekin muammo shundaki, oddiy odam bu jarayonni noto'g'ri tushunishi mumkin. Kimdir qo'rqib eshikni ochmaydi. Kimdir hujjatni o'qimasdan imzo qo'yadi. Kimdir men pensionerman, menga tegmanglar deb qo'pol gapiradi. Kimdir esa o'g'li uyda yo'q bo'lsa ham ha uyda deb aytib yuboradi yoki aksincha yashirib, keyin o'zi muammoga qoladi. Men sizga shuni tushuntirmoqchiman. Eng to'g'ri yo'l bu vahima emas, tartib. Har bir savolga qonuniy, xotirjam va aniq javob berish kerak. Voyinkomat yoki tegishli vakillar uyga kelishi bir necha sababga bog'liq bo'lishi mumkin. Birinchi sabab odamning chaqiruv yoki harbiy hisob bo'yicha ma'lumotlar eskirgan bo'lishi. Masalan, fuqaro oldin bir manzilda yashagan, keyin boshqa tumanga ko'chgan, lekin harbiy hisobini o'tkazmagan. Hujjatlarda eski manzil qolgan bo'lsa, vakillar ma'lumotni aniqlash uchun uyga kelishi mumkin. Ikkinchi sabab chaqiruv yoshidagi yigit bilan bog'liq. Agar oilada va mintaqa yoshga to'lgan yoki to'lish arafasida bo'lgan yigit bo'lsa, uning o'qishi, sog'lig'i, oilaviy sharoiti, ishlashi, vaqtincha boshqa shaharda bo'lishi kabi ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Bu yerda pensioner ota-ona yoki bobo-buvi ham bevosita suhbatga tortilishi mumkin. Chunki ko'p yoshlar ota-onasi yoki bobosi buvisi manzilida ro'yxatda turadi. Uchinchi sabab zaxiradagi harbiy xizmatchilar bilan bog'liq. Masalan, odam ilgari harbiy xizmatni o'tagan, harbiy bilet olgan, keyin yillar davomida voyinkomatga bormagan. Yosh chegarasi, mutaxassisligi, sog'lig'i, yashash joyi aniqlashtirilishi mumkin. Bu holatda ham uyga kelish har doim o'lib ketishadi degani emas. Ko'pincha bu oddiy hisob-kitob va hujjat tekshiruvi bo'ladi. To'rtinchi sabab pensionerlarning o'ziga tegishli bo'lishi mumkin. Ayrim pensionerlar ilgari harbiy xizmatda bo'lgan, ichki ishlar, mudofaa, favqulodda vaziyatlar, chegara xavfsizlik tizimida ishlagan bo'lishi mumkin. Bunday odamlarning ayrim ma'lumotlari arxiv yoki hisob uchun kerak bo'ladi. Ba'zida nafaqa hujjatlari, xizmat yillari, unvon, harbiy bilet, orden, medal, imtiyozlar yoki oilaviy holat bilan bog'liq ma'lumotlar aniqlashtiriladi. Men xavotir oling demayman, men tayyor bo'ling deyman. Eng avvalo uyida chaqiruv yoshidagi yigit bor oilalar tayyor bo'lishi kerak. Masalan, o'g'lingiz 15 yoshda, kollej yoki universitetda o'qiydi, lekin voyinkomatga o'qish joyidan ma'lumotnoma olib bormagan. Bu holatda uyga kelib, nima sababdan hujjat topshirilmaganini so'rashlari mumkin. Agar siz u o'qiydi desangiz, buni og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan isbotlash kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa harbiy xizmatni o'tagan, lekin keyin hisob bo'yicha o'zgarishlarni bildirmagan odamlar. Masalan, 35 yoshli erkak 10 yil oldin xizmatdan qaytgan, keyin uylangan, boshqa tumanga ko'chgan, ish joyini almashtirgan,
lekin harbiy hisob daftarchasida eski ma'lumot qolgan. Bunday odamga ham xabarnoma kelishi yoki uyiga borishlari mumkin. Uchinchi toifa hujjatida muammo borlar. Harbiy bilet yo'qolgan, chaqiruv guvohnomasi eski, pasportdagi manzil bilan voyinkomatdagi manzil mos emas. Ro'yxatda turish joyi boshqa, amalda yashash joyi boshqa. Oddiy misol, yigit Toshkentda ishlaydi, lekin ro'yxati viloyatda. Voyinkomat viloyatdagi uyga boradi. Uyda esa pensioner onasi yoki bobosi yashaydi. Ular u Toshkentda deydi. Shunda savol tug'iladi. Qayerda ishlaydi? Qachon keladi? Telefon raqami bormi? Xabarnomani kim oladi? 4-toifa. Ilgari chaqiruvga bormagan yoki bir necha marta xabarnomani e'tiborsiz qoldirganlar. Men ko'p uchratgan holat. Birinchi chaqiruv qog'oziga bormaydi, ikkinchisiga ham bormaydi. Keyin men eshitmadim deydi. Ammo uyda kimdir hujjatni olgan bo'lsa, imzo qo'ygan bo'lsa yoki telefon orqali xabar berilgan bo'lsa, keyin tushuntirish qiyinlashadi. Endi muhim joyi, hamma ham birdek xavotirga tushmasligi kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz, yoshingiz katta bo'lsa, sog'lig'ingiz bo'yicha cheklovlar bo'lsa va sizdan faqat ma'lumot so'rashsa, bu sizni harbiy xizmatga chaqirishadi degani emas. Ko'pincha pensionerlar uy egasi. Ota-ona yoki ro'yxatda turgan shaxs sifatida savolga javob beradi. Masalan, 12 yoshli ota uyda o'tiribdi, eshik taqilladi. Vakillar o'g'li haqida so'radi. O'g'li 1-2 yoshda harbiy xizmatni o'tagan, hozir boshqa shaharda ishlaydi. Bu holatda otaning vazifasi qo'rqib ketish emas. U xotirjam aytadi. O'g'lim shu manzilda ro'yxatda, lekin hozir vaqtincha boshqa shaharda ishlaydi. Men unga xabar yetkazaman. Iltimos rasmiy xabarnomani bering. Mana shunday javob to'g'ri bo'ladi. Yana bir misol. Pensioner ayolning nabrasi 19 yoshda universitetda kunduzgi ta'limda o'qiydi. Agar voyinkomat vakili kelib nabra haqida so'rasa, bu darhol uni olib ketishadi degani emas. O'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma, talabalar safida ekanini tasdiqlovchi hujjat, pasport nusxasi, chaqiruv guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hujjat tartibda bo'lsa, masala ancha oson hal bo'ladi. Asosiy qoida shuki, agar sizda hujjatlar to'g'ri bo'lsa, yashash manzili aniq bo'lsa, chaqiruv qog'ozlariga befarq bo'lmasangiz, vakillar bilan madaniyatli gaplashsangiz, ortiqcha qo'rquvga asos yo'q. Muammo odatda qonuniy talabning o'zida emas, odamlarning unga tayyor emasligida paydo bo'ladi. Agar voyinkomat vakili yoki boshqa mas'ul shaxs uyga kelsa, birinchi qiladigan ishingiz shaxsini aniqlash. Men har doim shuni maslahat beraman. Eshikni ochganingizdan keyin darhol bahslashmang, lekin hujjat so'rashdan ham uyalmang. Iltimos, o'zingizni tanishtiring, qaysi tashkilotdan keldingiz, xizmat guvohnomangizni ko'rsating deyish mutlaqo normal holat. Bu qo'pollik emas, bu sizning xavfsizligingiz. Ikkinchi qadam, kelish sababini so'rang. Qaysi masala bo'yicha keldingiz? Kimga xabarnoma bor? Qaysi sanaga chaqirilgan? Qaysi hujjat kerak deb aniqlashtiring. Agar rasmiy xabarnoma berilayotgan bo'lsa, uni o'qing. Unda kim chaqirilgani, qayerga borishi, qaysi sanada va soatda borishi, nima hujjatlar olib borishi yozilgan bo'lishi kerak. Uchinchi qadam, imzo masalasiga ehtiyot bo'ling. Hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar hujjat sizga emas, o'g'lingizga yoki nabrangizga tegishli bo'lsa, men hujjatni qabul qildim, xabar yetkazaman, mazmundagi imzo bo'lishi mumkin. Lekin u albatta keladi degan kafolatni bermang. Chunki boshqa odam nomidan bunday va'da berish to'g'ri emas. Eng to'g'ri gap, men xabarnomani oldim va egasiga yetkazaman. 4-qadam, suhbatni janjalga aylantirmang. Sizlar nima qilib yuribsizlar? Men hech narsani bilmayman. Men eshik ochmayman degan yondashuv faqat vaziyatni og'irlashtiradi. Agar savolga javobni bilmasangiz, aniq bilmayman, tekshirib aytaman deyish mumkin. Bilmagan narsangizni to'qib aytmang. Birinchi misol. Andijonda bir oilada 20 yoshli yigit bor. U universitetga kirgan, lekin kontrakt to'lagandan keyin o'qishni vaqtincha tashlab ishlashga ketgan. Uydagilar esa hali ham u talaba deb yurishadi. Voyinkomat vakili kelganda onasi u o'qiydi deydi. Lekin amalda u akademik ta'til olmagan, o'qishdan chetlatilgan bo'lishi mumkin. Natijada hujjatda boshqa, gapda boshqa ma'lumot chiqadi. Bunday holatda eng avvalo universitetdan yal ma'lumotnoma olish kerak. O'qiyaptimi, o'qimayaptimi, kunduzgimi, sirtqimi, ta'til olganmi? Chunki harbiy masalada taxmin emas, hujjat ishlaydi. Ikkinchi misol. Samarqandda 13 yoshli pensioner ota o'g'lining harbiy biletini uyda saqlaydi. O'g'li Rossiyada ishlaydi. Manzili hamon otasining uyida. Voyinkomatdan xabarnoma keladi.
Ota o'g'lim chet elda menga aloqasi yo'q deb hujjatni olmaydi. Keyin esa xabarnoma qaytadi. Odam topilma degan holati yuzaga keladi. To'g'ri yo'l qanday edi? Unda yozilgan raqamga murojaat qilib, o'g'li chet elda ekanini, qachon ketganini, iloji bo'lsa pasportdagi chiqish belgisi yoki mehnat shartnomasi nusxasini taqdim etish tartibini so'rashi kerak edi. 3-misol. Toshkent viloyatida 45 yoshli erkak ilgari harbiy xizmatni o'tagan, keyin sog'lig'i yomonlashgan, operatsiya bo'lgan, lekin voyinkomatdagi ma'lumotlar eski. Uyiga kelib hisobni aniqlash bo'yicha chaqirishadi. Bu esa meni yana armiyaga olib ketishadi deb qo'rqadi. Aslida bunday vaziyatda u tibbiy hujjatlarni, operatsiya epikrizi, nogironlik bo'lsa ma'lumotnoma, davolangan shifoxona xulosasini olib borish kerak. Shunda uning holati hujjat asosida ko'riladi. 4-misol. Buxoroda pensioner ayolning navrasi 15 yoshga to'lgan, lekin pasporti yangi manzilga ko'chirilmagan. Oila buni mayda masala deb o'ylaydi. Ammo chaqiruv qog'ozi eski manzilga boradi. Eski manzildagi odamlar bunday odam bu yerda yashamaydi deydi. Keyin qidiruv, tushuntirish ortiqcha yugur boshlanadi. Demak, manzilni vaqtida to'g'rilash juda muhim. Har bir holat bir xil emas. Masalan, hamma o'qiyotgan yigit ham avtomatik ravishda chaqiruvdan ozod bo'ladi deb o'ylash noto'g'ri. Ta'lim shakli, o'qish turi, yosh, hujjatning rasmiyligi, akademik ta'til, chet elda o'qish kabi omillar alohida tekshiriladi. U talaba degan gap yetarli emas. Qaysi oliygoh, qaysi kurs, kunduzgi ta'limni, ma'lumotnoma qachon berilgan, muhr bormi, elektron tasdiq bormi? Shular muhim. Sog'liq masalasida ham nozik jihat bor. Odam o'zini kasal deb hisoblash boshqa, tibbiy komissiya uni yaroqsiz deb topishi boshqa. Masalan, bel og'rig'i, ko'z xiralashishi, bosim ko'tarilishi yoki eski jarohat borligi haqida og'zaki aytish yetmaydi. Shifokor xulosasi, rentgen, MRT, analiz, davolanish tarixi, doimiy nazoratda turish haqida hujjatlar bo'lishi kerak. Agar hujjat bo'lmasa, sizning gapingiz isbotlanmagan da'vo bo'lib qoladi. Chet elda ishlayotganlar bo'yicha ham ko'pchilik adashadi. U chet elda demak bo'lmaydi, deyish bilan masala yopilmaydi. Agar fuqaro O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, ro'yxatda turgan manzili bor bo'lsa, tegishli organlar uni hisobda ko'rishi mumkin. Bunda uning chet elda ekanini tasdiqlovchi hujjatlar, aloqa raqami, qachon qaytishi haqida ma'lumot kerak bo'ladi. Eng yomon yo'l bu bilmayman, yo'q kelmaydi deb qo'l siltash. Yana bir nozik masala, uyga kelgan odam har doim ham faqat voyinkomat xodimi bo'lmasligi mumkin. Ba'zida mahalla vakili, profilaktika inspektori, hokim yordamchisi yoki boshqa mas'ul shaxs birga yurishi mumkin. Shuning uchun kim kelganini aniqlash muhim. Agar siz shubhalansangiz, tegishli voyinkomatning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, falon ismli xodim bizning manzilga kelganmi? Falon fuqaro bo'yicha xabarnoma bormi? deb tekshirishingiz mumkin. Pensionerlar ko'pincha uyda bo'ladi. Shuning uchun vakillar aynan ularga duch keladi. Men pensionerlarga shunday maslahat beraman. Uyda o'zingiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz va nabiralaringiz bo'yicha asosiy hujjatlar tartibli joyda tursin. Pasport nusxasi, harbiy bilet yoki chaqiruv guvohnomasi nusxasi. O'qish joyidan ma'lumotnoma, ish joyi haqida ma'lumot, chet elda bo'lsa pasport sahifalari yoki yashash ruxsatnomasi nusxasi, tibbiy hujjatlar alohida papkada bo'lsa, siz qiynalmaysiz. Ikkinchidan, telefon raqamlar yozib qo'yilsin. Ko'p pensionerlar o'g'limning raqami telefonda bor deydi. Lekin telefon quvvati tugagan bo'ladi yoki kontakt nomi topilmaydi. Oddiy daftar qiling. Farzandlar raqami, ish joyi, o'qish joyi, tuman voyinkomati raqami, mahalla raisi raqami. Bu juda oddiy, lekin amalda juda foydali. Uchinchidan, hech qachon yolg'on ma'lumot bermang. Masalan, o'g'lingiz uyda bo'lsa-yu yo'q desangiz, keyin bu holat ishonchini buzadi. Yoki u boshqa shaharda bo'lsa-yu chet elda desangiz, keyin hujjat so'ralganda qiynalasiz. To'g'ri javob eng xavfsiz javobdir. Hozir uyda emas, qayerdaligini aniqlab aytaman. Ishdaligini bilaman. Lekin aniq manzilini hujjatdan tekshiraman. Men xabar yetkazaman. 4-dan, bosim bo'lsa ham hujjatsiz talabga ko'nib ketmang. Agar sizdan biror hujjatni berish so'ralsa, kim olayotgani, nima uchun olayotgani, qaytariladimi yoki nusxa yetarlimi, shuni aniqlang. Asl hujjatni berishdan ko'ra ko'p hollarda nusxa berish ma'qul. Agar asl hujjat talab qilinsa, qabul qilinganini tasdiqlovchi yozuv yoki tilxat so'rash kerak. Birinchi qadam. Oilangizdagi harbiy hisobga aloqador odamlarni aniqlang. Uyda 16 yoshdan oshgan o'g'il farzand bormi? 15 yoshga yaqinlashgan yigit bormi? Harbiy xizmatni o'tagan erkak bormi?
zaxirada turgan fuqaro bormi? Harbiy bilet olgan lekin yillar davomida ma'lumotini yangilamagan odam bormi? Ro'yxat tuzing. Bu ro'yxatni faqat o'zingiz uchun qiling. Hech kimga tarqatish shart emas. Ikkinchi qadam, hujjat papkasini tayyorlang. Har bir odam bo'yicha pasport yoki ID karta nusxasi, harbiy bilet yoki chaqiruv guvohnomasi nusxasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumotnoma, sog'liq bo'yicha muhim xulosalar. Yashash manzili bo'yicha ro'yxat hujjati bo'lsin. Agar kimdir chet elda bo'lsa, uning qaysi davlatda, qaysi shaharda, qachondan beri yurgani, telefon raqami, iloji bo'lsa ishlash yoki yashash hujjati nusxasi bo'lsin. Uchinchi qadam. Voyinkomatga borishdan qo'rqmang. Agar xabarnoma kelsa, belgilangan kunda bormaslik eng yomon qaror bo'lishi mumkin. Bora olmasa, oldindan qo'ng'iroq qilib, sababini aytish, kasal bo'lsa tibbiy ma'lumotnoma tayyorlash. Chet elda bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat yuborish kerak. Jim turish muammoni yo'q qilmaydi, aksincha kattalashtiradi. 4-qadam, tushuntirish xati yozishni o'rganing. Masalan, chaqirilgan odam vaqtincha boshqa shaharda bo'lsa, falonchi fuqaro hozir falon shaharda ishlamoqda. Xabarnoma mazmuni unga yetkazildi. Kelish sanasi bo'yicha o'zi bog'lanadi deb yozish mumkin. Agar kasal bo'lsa, sog'lig'i sababli belgilangan kunda bora olmaydi. Tibbiy hujjatlar ilova qilinadi deb yoziladi. Har bir yozma murojaatda sana ism, familiya, telefon raqam bo'lishi kerak. 5-qadam, har bir suhbatdan keyin qayd qiling. Kim keldi, qaysi kuni keldi, nima dedi? Qanday hujjat berdi? Qaysi sanaga chaqirdi? Buni oddiy daftar yoki telefoningizda yozib qo'ying. Chunki keyin falon kuni aytgan edingiz yoki bizga xabar berilmagan degan vaziyatda sizda eslatma bo'ladi. 6-qadam. Advokat yoki huquqshunosga murojaat qilishdan uyalmang. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, masalan, bir necha marta chaqiruv bo'lgan, jarima xavfi bor, sog'liq masalasi bahsli, chet elda yurish bo'yicha hujjat yetarli emas, o'qishdan chetlatilgan yoki tiklangan bo'lsa, mutaxassis bilan maslahatlashgan yaxshi. Ba'zan bitta to'g'ri yozilgan ariza odamni o'ylab yurishdan qutqaradi. Eng avvalo, eshikni umuman ochmaslikni odat qilmang. Albatta, xavfsizlik muhim, begona odamni tekshirish kerak. Lekin rasmiy vakil ekanini aniqlagandan keyin gaplashishdan qochish to'g'ri emas. Ikkinchidan, hujjatni yirtmang, tashlab yubormang, olmayman deb rad qilmang. Bu sizga foyda bermaydi. Uchinchidan, imzo qo'yganingizdan keyin men o'qimagan edim deyish qiyin. Shuning uchun oldin o'qing, keyin imzo qo'ying. 4-dan, farzandingiz yoki nabirangizni yashirishga urinmang. Agar u qonuniy asosda kechiktirishga yoki ozod etilishga haqli bo'lsa, buni hujjat bilan ko'rsating. Agar asos bo'lmasa, baribir masala bir kun yuzaga chiqadi. Yashirish oilaga ortiqcha asab, qo'rquv va huquqiy muammo olib kelishi mumkin. 5-dan, mish-mishlarga ishonmang. Hamma pensionerlarni chaqiryapti. Uyga kelsa darhol olib ketadi. Imzo qo'ysang tamom. Hech kimga eshik ochma. Kabi gaplar ko'pincha vaziyatni noto'g'ri ko'rsatadi. Har bir holatda hujjat, qonuniy talab, yosh sog'liq, oilaviy sharoit va hisob holati muhim. Men sizga shuning uchun ham oddiy qoida aytyapman. Mish-mish emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Bunday vaziyat juda ko'p uchraydi. Siz quyidagicha yo'l tuting. Avval kimga kelganini aniqlang, keyin xabarnomani o'qing. Agar qabul qilsangiz, imzo qo'yishdan oldin men hujjatni faqat yetkazish uchun oldim degan mazmunni tushunib oling. Keyin darhol o'sha odamga telefon qiling, rasmga olib yuboring, qaysi sanaga chaqirilganini ayting. Agar u boshqa shaharda yoki chet elda bo'lsa, voyinkomati bog'lanib, vaziyatni tushuntirishini ayting. Agar u kasal bo'lsa, shunchaki kasal demang. Poliklinika yoki shifoxonadan ma'lumotnoma oling. Agar u o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan yangi ma'lumotnoma oling. Agar u ishlayotgan bo'lsa, ish joyidan ma'lumotnoma tayyorlang. Har bir gapning ortida hujjat bo'lsa, masala ancha tinch hal bo'ladi. Agar sizning o'zingiz pensioner bo'lsangiz va sizdan eski harbiy hujjatlar so'ralsa, ularni topishga harakat qiling. Harbiy bilet, xizmat guvohnomasi, nafaqa hujjatlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, buni yashirmang. Qayerda yo'qolganini, qachon yo'qolganini ayting va tiklash tartibini so'rang. Demak, voyinkomat uyga kelishi mumkin. Lekin bu har doim yomon xabar degani emas. Ko'p hollarda bu hisobni aniqlash, xabarnoma topshirish, hujjatlarni tekshirish yoki ma'lumotni yangilash bilan bog'liq bo'ladi. Pensionerlar ayniqsa tayyor turishi kerak. Chunki ular ko'pincha uyda bo'ladi va farzand yoki nabira nomidan xabarni birinchi bo'lib qabul qiladi.
Mening asosiy maslahatim shunday. Hujjatlaringizni tartibga keltiring, yolg'on gapirmang, rasmiy xabarnomani o'qing. Imzoni tushunib qo'ying. Kerak bo'lsa yozma tushuntirish bering. Har bir masalada hujjat bilan gapiring. Shunda siz qo'rqmaysiz, adashmaysiz va oilangizni ham ortiqcha muammodan himoya qilasiz. Sizning mahallangizda yoki oilangizda shunday holat bo'lganmi? Voyinkomat vakillari uyga kelganmi? Qanday savollar berishgan? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam doim xotirjamroq va himoyalanganroq bo'ladi.